Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Aldı bilan Ramazan oyida ro'za tutayotgan barliq qarindoshlarning Ramazan kunlarining yaxshi o'tayotgan bo'lishiga chin dilimdan tilakdoshman. Hozir anglaydiganingiz Guldonim ona til bog'chisidagi qarindoshlar tayyorlagan Ramazonlik yurishlik o'qish. Buni men orliqda o'qib guruhlarga yo'llagan, shu yo'llaganimni o'z beti kitap o'qish munbirimizga ko'chirib qo'ydim. Bahra og'aysizlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ramazonda ro'za tutayotgan barliq qarindoshlarning ro'zlarimiz qabul bo'lsin. Alloh gunohlarimizni mag'firat qilsin, hidoyatlarini cheksiz qilsin. Bu Ramazonning birinchi kunidan boshlab sizlarga bir necha yil ilgari İstanbuldagi Guldonim ona til bog'chisi tayyorlagan Ramazonlik yurishliklardan kunda birini yo'llayotdim. Arliqda ba'zi qarindoshlarimiz o'zining ko'nizig'cha ancha yaxshi o'qiy olmaydiganligini deb qoldi. Shunga mikrofon oldida o'tiribdiman. Bu kart nihoyatim yaxshi ishlangan. Har bir kunda qisqa bir oyat, bir hadis va bir duo bor. Oldi bilan mushu kartni ishlagan Guldonim ona til bog'chisidagi qarindoshlarga Allohdan ko'p ajrlar tilayman. Ramazonning birinchi kuni bir oyat. Ey mo'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgiri ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga-mu Ramazon ro'zasi farz qilindi. Baqara surasi 183-oyat. Bir hadis. İslam dini 5 narsa ustiga qurilgan. U bo'lsa-mu, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning barhaq payg'ambari deb kalima shahodat aytishdan, farz namozlarni ado qilishdan, zakot berishdan, haj qilishdan va Ramazon ro'zasini tutishdan iborat. Buxoriy rivoyati. Bir duo. Ey Allah, sening hammani sig'diradigan keng va cheksiz rahmatingga sig'inib, gunohimni afu qilishingni tilayman. Amin. Ramazonning 2-chi kuni. Bir oyat. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Onundan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Sura Baqara 163-oyat. Bir hadis. Kimki Allohning va'dasiga ishongan va savob umid qilgan holda Ramazon oyining ro'zasini tutsa, ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. Buxoriy rivoyati. Bir duo. Allohim, sening roziliqing uchun ro'za tutdim. Sana iymon etdim. Sana ishondim. Sen bergan rizq bilan iftor qildim. Atigi Ramazon ro'zasig'imi niyat qildim. Mening o'tmish va kelgusidagi gunohlarimni afu qilgin. Amin. Ramazonning 3-chi kuni. Bir oyat. Parvardigoring faqat uning o'zigila ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga "Ohoy" demagin. Ya'ni maloliqni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Sura Bani Isroil
Bir hadis. Sizlarga eng cho'ng gunohdan xabar beraymi? U Allohga sherik keltirish va ota-onani qaqshishdan iboratdir. Muslim rivoyati. Bir duo. Ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyaligindek ularga marhamat qilgin. Amin. Ramazanның 4-cü günü. Bir ayet. Mallarını keç gündüz, yani hemen vakit yoşrun ve aşkarı yosunda hayır ehsan kılıdıqallar Parvardigarının dərgahida savab tapıdı. Ularga ahirette korkunç ve gəm qaygı olmaydı. Sure Baqara 274-cü ayet. Bir hadis. Tabassum qilish sadiqidir. Bir dua. Parvardigorim, sen meni, manga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. Ramazanның 5-cü günü. Bir ayet. Ey müminler! Allah'a, peygamberge xiyanet qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyanet qilmanglar. Sure Anfal 27-ci ayet. Bir hadis. Omonatga xiyanet qilmaslik, rost so'z bo'lish, go'zal xuluq va tamaxur bo'lmaslik, halol kasb qilishdan iborat 4 xislat bor. Senda mushu 4 xislat bo'lib, dunyoda boshqa narsang bo'lmasimi? Parvo qilmasangmi bo'ladi. Ahmad rivoyati. Bir duo. Parvardigorimiz, bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin. Bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin. Amin. Ramazanның 6-cü günü. Bir ayet. Ular, yani yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, o'tiral xarajat qiladi. Qur'on surasi 67-ci ayet. Bir hadis. İnsanның öz ailesiga xərcləyən pulunun savabı ən yuqarı olub, ondan qalsa Allah yolida xərcləyəni. Ondan qalsa Allah yolidagi dostlarına xərcləyənidir. Muslim 994. Bir dua. Ey Allah, meni halal rizqing bilan haramdan behojat qilgin. Ulug' fazling bilan meni boshqalarga muhtoj bo'lishdan behojat qilgin. Amin. Ramazanның 7-cü günü. Bir ayet. Kimki iman etsa ve yaxshi amal qilsa, onunğa eng yaxshi mukofot beriladi. Onu qolay ishga buyuraymiz. Kahf surasi 88-ci ayet. Bir hadis. Allah eng yaxshi ko'rgan amal az bo'lsa-mu, izchil bo'lgan amaldir. Buxoriy va Muslim. Bir dua. Ey Allah, seni yad qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan bandachilik qilishimga yar yo'lak bo'lgin. Ramazanның 8-cü günü.
Bir ayet. Ey insanlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugumasdir. Sabr qilg'uvchilarga albatta ularning qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Sura Nahl 96-oyat. Bir hadis. Kishilarga orlashadigan va ularning yetkazgan arziyatlariga sabr qiladigan mo'min kishilarga aralashmaydigan va ulardan yetgan arziyatga sabr qilmaydigan mo'mindan yaxshi. Tezmiri rivoyati. Bir duo. Ey Allah, meni ne'matlaringga shukr qilg'uvchilardan, kulfatlaringga sabr qilg'uvchilardan, do'stlaringga yordam berguvchilardan qilg'in. Amin. Ramazanның 9-cı günü. Bir ayet. Şübhesiz ki Allah sizlarni amanatlarni egisiga qaytarishqa, kishilar arasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuradi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Nisa suresi 58-ci ayet. Bir hadis. 3 türlük xislat var. Kimki bu xislatlarni o'zlashtirsa, imonini to'liq o'zlashtirgan bo'ladi. Bu xislatlar o'ziga qarata haqqoniy bo'lish, har bir musulmonga salom berish, yo'qsul turib kang qo'l bo'lishdan iborat. Buxoriy rivoyati. Bir duo. Ey Allah, meni rostchil va adil bo'lishga nasib qilgin. Amin. Ramazanның 10-cı günü. Bir ayet. Sen hakikaten büyük ahlakka egisin. Sure Qalam 4-cü ayet. Bir hadis. İçinlardaki kişilerinin yaxşıları en güzel ahlakka egi bolğanlardır. Buxari rivayeti. Bir dua. Ey Allah, meni chiroyli qilib yaratganingdek axloqimni chiroyli qilgin. Amin. Ramazanның 11-ci günü. Bir ayet. Yaxşı iş bilen yaman iş baravar bolmaydı. Yaxşı xislat arqılıq yaman xislatga taqabil turg'in. Shunda qilsang, sen bilen o'zining arasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Sura Fussilat 34-ci ayet. Bir hadis. Muloyimlikdan mahrum qilingan odam bütün yaxshilikdan mahrum qilingan bo'ladi. Muslim rivoyati. Bir dua. Parvardigorimiz, bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mo'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in Parvardigorimiz. Sen nihoyat mag'firat qilg'uvchisan, mehribonsan. Ramazanның 12-ci günü. Bir ayet. Möminler hakikaten dinda qeyrindaşlarıdır. Uruşup qalsa, qeyrindaşlarınlarının arasını tüzənlər. Rahmetke erişişinlar üçün Allah'tan qorqunlar. Sure Hucurat 10-cı ayet. Bir hadis.
Möminlər bir bədəngə oxşaydı. Əgər bədənnin bir əzası ağrıq tartsa, qalğan əzalarımı uyqusuzluq, qizish bilan bearam boludu. Bir dua. Parvardigorim, manga va mening qerindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan. Ramazanның 13-cü günü. Bir ayet. Bilmeydiğin nərsəngə əgəşmə. Yani bilmegenni bildim, görmegenni gördüm, anlamaganni anladım deyme. İnsan kıyamet günü qulaq, көз, dil, yani sezgü əzalarının qilmishlari üstüde haqiqatan sual so'roq qilinadi. Sure Bani İsrail 36. ayet. Bir hadis. Kimki Allahqa ve ahiret günüge iman keltirdiken sözlese yaxşı söz qilsin yoki jim tursin. Muslim rivayeti. Bir dua. Parvardigorim, mening qalbimni keng qilgin, mening ishimni osonlashtirgin. Tilimdan ig'irlikni ko'tarib atgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Amin. Ramazanның 14-cü günü. Bir ayet. Ey möminler, agar sizlarga bir posiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklaringlar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Sura Hujurat 6. ayet. Bir hadis. Kişinin anlığanliki nərsini sözləb yürüşünün özü kişi üçün yeterlik yalğancılıqdır. Muslim rivayeti. Bir dua. Ey Allah, sana sığınıp qılğan işlerimnin yamanlıqıdın ve qılmağanlarımның yamanlıqıdın panaq dilayım. Ramazanның 15-ci günü. Bir ayet. Biz üçün küreş qılğanlarını əlbəttə yolumuzga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilar bilan billadir. Ankabut suresi 69. ayet. Bir hadis. Sen kichikkina bir yaxshilikni oddiy ko'rma. Hattoki birodaringga illiq chiroy bilan uchrashqiningmi töven chaqilg'ili bo'lmaydigan yaxshilikdir. Muslim rivayeti. Bir dua. Ey mangulik hayot egisi ve hammani idora qilib turg'uchi Allah. Mening holimni butunlay yaxshilig'in va meni ko'z yumib ochquchilikmi o'z holimga qo'yib bermagin. Amin. Ramazanның 16-cı günü. Bir ayet. Ey insanlar! Sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng e'tibor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir. Hammadan xabardordir. Hujurat suresi 13. ayet. Bir hadis. Allah
маңа бірсіге чоңчылық қылмайдыған, бірсіге зұлым қылмайдыған халетте кемтер болуңлар деп вәхи қылды. Müslim rivayeti. Bir dua. Ey Allah, sana sığınıp kişiler aldıda çoğunçılık kılıştın. Başkalarga zulüm kılıştın ve kılınıştın panak tileymen. Meni durus bendilerin katarıdın kılgın. Amin. Ramazan'ın 17. günü. Bir ayet. Ey müminler! Başkalarının öyleriga kirishga icazat so'ramag'icha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Vaz nasihat elishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu, ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish ushtumtut kirishdan sizlarga yaxshidir. Nur surasi 27. oyat. Bir hadis. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan islomda qaysi amal yaxshi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom kishilarga taom bergin va to'nimagan kishilarga salom qilgin dedi. Birlikka kelgan hadis. Bir dua. Ey Allah, meni bilganlarimga amal qilishimga, kundalik hayotimda qo'llanib dunyo va oxirat natijasini ko'rishimga nasib qilgin. Amin. Ramazonning 18. kuni. Bir oyat. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mo'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. Bani Isroil surasi 9. oyat. Bir hadis. Qur'on o'qib turadigan mo'min xuddi utrujja degan meyvega o'xshaydi. Uning puraqi xushbo'y, ta'm tatliqdir. Qur'on o'qib turmaydigan mo'min xurmaga o'xshaydi. Uning puraqi yo'q, lekin ta'mi tatliqdir. Qur'on o'qib turadigan munofiq rayhonga o'xshaydi. Uning puraqi xushbo'ydir, lekin ta'mi achchiqdir. Qur'on o'qib turmaydigan munofiq yavi hamakka o'xshaydi. Uning puraqimi yo'q, ta'mimi achchiqdir. Birlikka kelgan hadis. Bir dua. Ey Allah, manga Qur'on bilan rahmat qilgin. Uni manga yo'l boshchi, nur, yo'l ko'rsatguchi va rahmat qilgin. Uningdan unutib qolganlarimni aslatgin, bilmaganlarimni bildirgin. Uni kecha kunduz tilovat qilishimga nasib ayligin. Uni manga qiyomatda hujjat qilib bergin. Ey olamlarning Rabbi. Amin. Ramazonning 19. kuni. Bir oyat. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdurman. Mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin, meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Sura Taha 14. oyat. Bir hadis. 5 vaqt namozning misoli sizlarning biringlarning ishikining oldidagi ulug' eqib turgan o'stangda kunda 5 qitim yuyunib turganiga o'xshaydi. Müslim rivoyati. Bir dua. Ey Allah, sen mening namozga bo'lgan ishtiyoqimni kuchli qilib bergin. Namozni dilimning huzuri, qalbimning rohat qilib bergin. Amin. Ramazonning 20. kuni.
bir oyat. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chahorpaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tavba qilganlarni mag'firat qilg'uchidir. Fatir surasi 28-oyat. Bir hadis. Allah birovga yaxshilik qilishni xohlasa, uni dinda olim qiladi. Birlikka kelgan hadis. Bir duo. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin va uni tushunib amal qila oladigan qilgin. Foydasiz ilmdan jiroq qilgin. Amin. Ramazanning 21-kuni. Bir oyat. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Bir hadis. Duo ibodatdir. Abu Davud va Tirmizi rivoyati. Bir duo. Ey Allah, sana sığınıp foydasiz ilimdin, behuda ishlardan va qabul bo'lmaydigan duolardan panoh tilayman. Amin. Ramazanning 22-kuni. Bir oyat. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi. Sha'nini ulug' qiladi. Darajasini ustun qiladi. Farishtalarmo haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mo'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va omonlik tilanglar. Sura Ahzob 56-oyat. Bir hadis. Kimki menga bir qitim durud etsa, bu durudning sababi bilan Allah onunğa 10 hassa rahmat qiladi. Muslim rivoyati. Bir duo. Ey Allah, İbrahimga rahmat qilganingdek Muhammad va uning ahliga rahmat qilgin. Haqiqatan bak maqtalg'uchi, ulug'lang'uchi zotdirsan. Ey Allah, İbrahimning ahliga barakat berginingdek Muhammad va uning ahliga barakat bergin. Sen haqiqatanmi bak maqtalg'uchi, ulug'lang'uchi zotdirsan. Ramazanning 23-kuni. Bir oyat. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechada, ya'ni Shabi qadri kechasida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. Sura Duhan 3-oyat. Bir hadis. Kimki Shabi qadri kechasida Allohning va'dasiga ishongan va savob umid qilgan holda tursa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi. Birlikka kelgan hadis. Bir duo. Ey Allah, sen afu qilg'uchi, afu qilishni yaxshi ko'rsan. Men afu qilgin. Ramazanning 24-kuni. Bir oyat. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni
savab berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Manga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Sura Baqara 152 oyat. Bir hadis. Bir luqma taom yesimu, bir yutum suv ichsimu, Allohga hamd aytgan kishidan Alloh rozi bo'ladi. Muslim rivoyati. Bir duo. Jimi hamdu sana bizni g'izolantirgan, bizga ussuzlik bergan va bizni musulmonlardan qilgan Allohga xosdir. Ey Allah, bizga buningda barakat ato qilgin va bizni buningdan yaxshisi bilan rizqlantirgin. Amin. Ramazanning 25-kuni. Bir oyat. Allah hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni sherikdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jami hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Sura G'ofir 65-oyat. Bir hadis. Din haqiqatan osondir. Dinni qattiqlashtirishga bo'lmaydi. Agar kimki din bilan qattiqlashsa, huddasidan chiqib bo'lolmay, hamon din ishlari uni besib oladi. Shunlashqa normal yo'l tutinglar. Alloh buyurgan ishni qilishga yaqin turinglar va savobdan xush bishorat elinglar. Atigan va oqshom vaqtlaridan va kechining oxirgi vaqtlaridan ibodat qilish uchun foydalaninglar. Bir duo. Ey Allah, bizni imonning zinnati bilan bezigin. Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lda yurguchi va uningga boshlig'uvchilardan qilgin. Amin. Ramazanning 26-kuni. Bir oyat. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Sura Shuara 89-oyat. Bir hadis. Şübhəsizki Allah Taala sizlərning taq-turqunlarga və görünüşünlərga qaramaydı. Bəlkə sizlərning qalbinlarga və əməllərinlərga qaraydı. Muslim rivayeti. Bir dua. Ey Allah, bana pak qalb, rastçıl til və daimlik iman ata qılgın. Qalbimni mehr, muhabbet ve yaxshi niyat bilan, tilimni güzel söz ve cümleler bilan, imanimni to'g'ri amal ve ibadetler bilan bezigin. Amin. Ramazanning 27-kuni. Bir oyat. Allah haqiqatan hammaga rizq berguchidir, qudratlidir. Allah'ның quvvati ortiqdir. Sura Zariyat 58-oyat. Bir hadis. Agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, Allah sizlarga xuddi qushlarga rizq bergandek rizq beradi. Qushlar atiganlari och holatda chiqib, kashlari, qo'rsaqlari to'ygan holatda qaytib keladi. Tirmizi rivayeti. Bir dua. Ey Allah, bana pak ve halal rızık ata qılgın. Ramazanning 28-kuni. Bir oyat. Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yoshirunni, oshkorani bilguchidir. O
nahayeti şefqatlikdir, nahayeti mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egasidir. Sura Hashr 22-oyat. Bir hadis. Rahim qilg'uvchilarga Rahman Taolo rahim qiladi. Zimin ahliga rahim qilinglar. Osmondagilar, ya'ni farishtalar sizlarga rahmat tilaydi. Abu Davud 49-41. Bir duo. Ey rahmat qilg'uvchilarning eng yaxshisi bo'lgan ulug' Allah. Manga, ota-onamga, o'qituvchi ustozlarimga va qavm qarindoshlarimga rahmat qilgin. Qalbimizni mehr, muhabbat bilan to'ldirgin. Amin. Ramazonning 29-kuni. Bir oyat. İman etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Sura Ankabut 58-oyat. Bir hadis. Jannat ahli jannatda yeydi, ichadi, cho'ng kichik tarat qilmaydi, burnini tashlamaydi. Ularning yegan narsalari ipardek xushbo'y kekirish bilan hazm bo'lib ketadi. Ularga tasbih, takbir tabiiy nafaslantirilib turganidek ilhom qilinib turadi. Birlikka kelgan hadis. Bir duo. Ey Allah, bizga dunyodami, oxiratdami yaxshilik ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Amin. Hürmetli qarindoshlar, bu Ramazonlik yurishlik o'qishlikni tayyorlagan Guldonem ona til bog'chisidagi qarindoshlarga alohida rahmatlarimizni aytaylik. Allah bu qarindoshlarning ajrini bersin. Ramazon oyi oxirlashadiganga mana bir necha kunlik qoldi. Men barliq qarindoshlarning oxirgi bir necha kunlik ro'zlarining yaxshi davom etishiga chin dilimdan tilakdoshman. Allohga omonat.